Hovuz bo'yida yashagan xalq unga zuluk uchun, Qo'qon maydonida maymun yoki ayiq o'ynatuvchilar hayvon uchun, dalada qamish yoki shox-shabba terganlar o'tin solig'ini to'lashga majbur bo'lishgan. Amerikalik diplomat Yujen Skayler xotiralarida yozishicha, Xudoyorxon bilan dastlabki uchrashuvda buxorcha yashil chodirda o'tirgan 3 erkakdan aynan qaysi biri xon ekanligini u darhol ajrata olmagan ekan. Keyingi safar Skayler xonni baliqchi bekligida ko'rgan. Uning qarshisida 55 yoshlar atrofidagi to'lachadan kelgan malla soqolli odam turgan. Mehmon unga qo'lini ko'ksiga qo'yib ta'zim qilgan. Skayler uzoq suhbatlarni tasvirlamagan, ular deyarli bo'lmagan ham, biroq u Qo'qon xalqining og'ir soliq zulmi ostida qanday azob chekayotganini batafsil yoritib bergan. Hamma narsa uchun to'lov undirilgan, hatto hovuz bo'yida yashovchilardan ham zuluk uchun soliq olingan. Imomlar 10 tanga, sofiylar 5 tanga to'lashlari, qamish, shox-shabba terish, hatto ko'chada hayvonlar bilan tomosha ko'rsatish uchun ham alohida soliqlar belgilangan ekan. Skayler tasviridagi Xudoyorxon oddiy amaldor emas, balki haqiqiy zolim bo'lgan. U nafaqat shafqatsiz soliqlar joriy qilgan, balki o'zini ham shafqatsiz tutgan. Yoshligida axloqsizligi bilan ajralib turgan. Keyinchalik o'z vaziri musulmon qulni qatl ettirgan. Qibchoq naslidan bo'lishiga qaramay, o'zi 20 ming qibchoqni qirib tashlagan, qirg'in uyushtirib, fuqarolarning nafratiga duchor bo'lgan. Isoqxon Ibrat ham voqelikdan uzilib qolgan hukmdor qiyofasini quyidagicha chizadi. Xon ruhoniylarning maslahatlariga quloq solmay, bemalol qush ovlab, bo'ri quvlab yurgan. Mamlakat falokatlarga yuz tutgan bir paytda u vaqtini o'yin, kulgu va sayr tomosha bilan o'tkazgan. Na ulamolar, na fuzalolar, bilimdon va oliyjanob kishilar afsuski uning vijdoniga ta'sir eta olmagan.